Haydovchilik huquqidan mahrum etilgan fuqaro qay tartibda yana guvohnomani qaytarib olishi mumkin deya savol yo'llangan. Mayli lisheniya bo'ldi ham deylik, ertaga keyin pravaga imtihonni yangitdan topshirish kerakmi yo qanaqa bo'lish kerak? Unga kim javob beradi? Vazirlar Mahkamasining 2018-yildagi 408-son qarorida avtomototransport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilingan shaxslar milliy haydovchilik guvohnomasini qaytarib olish uchun mahrum qilish muddatidan qat'iy nazar ma'muriy jazo muddati nihoyasiga yetgach, majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishlari, malaka oshirishlari hamda nazariy va amaliy imtihonlarni topshirishlari shart deya ko'rsatilgan. Demak, haydovchilik huquqi nazariy va amaliy imtihonlardan o'tish asnosida qaytarib olinadi. Darvoqe, amaldagi tartibga ko'ra haydovchilik huquqidan mahrum etilgan shaxs ushbu huquqni qaytarib olish uchun nazariy imtihonlarda 20 tadan 18 ta emas, 50 ta savoldan 46 tasiga to'g'ri javob berishi talab etiladi. Shu bois haydovchilardan avvalo o'zi va boshqalar xavfsizligi qolaversa, haydovchilik huquqidan mahrum bo'lib qolmaslik uchun qoidalarga qat'iy rioya etishlarini so'raymiz.